Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar yaxshimi? Men bayam deyman. Men bir necha kun burun bizning guruhda Bitcoin o'sim foydalangan bak X5 o'sab kesimcha ziyon bo'lmaydigan bir xil amalni desam, ba'zi qarindoshlarimiz tushunmabdi. Shunga men hozir bu yerda video ishlab, buni bir qayta tushuntirib qo'yay. Ya'ni uni qanday qilamiz deganda, masalan, Bybitni misol olsak, Bybitni Bybitni masalan ochdik deylik. Bybitni ichib, ochqandan mahorat kelamda. Bundan biz ma'lum basımız derivatives degan derivatives bisip anadan keyin USDT perpetual degani bisip anadan keyin Bitcoin USDT buni basımız buni bisip qasam ma'lumot keldimdi. Bayan Bitcoin dehşet çıkıp gitti. Hangi dehşet. Şu da tuğutan kaçamıyor. Şu da bağırdı bu. Okey. Baylığa bizga baribir ta'sir yo'q. O'sim foydalangan bo'lgandan keyin shular bu yerda isolated yani mana basimiz buni besib isolatedni confirm qilib o'tib ya'ni buni chuqur jazmlashtirib o'tib isolatedni besib aniga mani 10 yuzasi qilib o'taydi. Yani bu yuzasi degani ma'nosi nima bo'lganda uttirib olsanglarmi yuzasi ziyon bor, utib olsanglar yuzasi ziyon bor degan gap. Nima ziyon yuzasi foyda bor degan gap. Ma kurashni ishlatsanlarmi, kurashni besib olsanglar, kurash degimiz agar utib olsanglar bütün hisobatga pulni hammani yo'q qiladi. Mani o'tirib olsanglar, shu biz tikkan pulni yo'q bo'ladi, hisobotga qolgan pullar shu yerda qoladi. Tikmagan pullar qoldi. Faqat tikkan pullar shu qimmat deb qo'ysak, masalan, tikkan pulning o'zi yo'qaydi, qolgan pullar shu yerda qoldi degan. Confirm qilamiz. Ma yuzasi confirm qilamiz. Ondan keyin miya kelsak, mana biz marketni besib, ondan keyin 10% tikimiz yo'qmi, jiq tikmaymiz. Pulni jiqqa solib qo'yib turinglar miyaga. Shu pulni jiqqa solib qo'yib turib, faqat 10% tikisizlar. Miyada pul lazım bor juma, hamma tikib bo'lmanglar, yarim miyada 20% qilib solmanglar juma, ishonchinglar bo'lmay qolsa. Favqulodda miyada jiqishtirib ham miyada liquid price deymiz, u bu ishlar va shu vaqt asqatadi. Onu bastıqma, besib hozirda Bitcoin o'syotadi, tushyotadi, qarimiz yo'q-ku. Baribir. Qarimiz yo'q-ku, masalan 10% besib. Endi qanday gap bordi, unutib qoldim men. Masalan, bu Bybitni misol olaylik, Bybitni qanday hisobotni ichish va pulni qanday almashtirish deganlarga hozircha men buni uyatmasam sizlar bilasizlar. Agar bilmay qolsanglar, menga ayrim uch yo'lasanglar, men yana bir ayrim video ishlayman. Hozir menga sizlarga $2300 pulni o'tkab, menga hozir mashq sizlarga bir sinab qilmoqchi. Masalan, hozir bunda bo'lgan avvalsida 10% besib, mana besib 100% bo'ldi, 100 tasi bo'ldi. Endi buni biz üsvat bir hal ikkisini o'xshashlar long shot tan qilaylik, uni qilib long besib open short shu tan ichvatdikmi? Shular tan ichvatgandan keyin hozir bu üstümü karımız yo'q, tushsimi karımız yo'q, işte endi menga demdi bu. Ya'ni buniki bu yerga nima ishlar yuz berib deganda mavi yeşil rang lang deganimiz bu lang deganimiz o'ssa foyda bor, tushib ketsa ziyon tortamiz. Mavi qizil rang short degani qizil rang ostidagisi bu tushib ketsa foyda bor, biroq o'sab ketsa ziyon bor degan gap. Şuna hozir men o'syotadi, shunga hozir qizil rang ziyon deganimiz, yeşil rang foyda qo'y. Shu short degani aslida tushsa foyda bor, biroq o'sab ketdi, ziyon bo'lib o'tadi. Mavi yeşil deganimiz hozir o'sganlik foyda bo'lgandan keyin o'sib o'tadi. Shunga birsiz ziyon, birsiz foyda. Mana hozir $27 ziyon, mana $29 ziyon foyda og'si 0 degan gap. O'ssimi hamda hozir qancha o'sadi, qancha ketadi, qarimiz qattili yo'q. Qattili yo'q. Chunki bu birsiz ziyon bo'lganda foyda bo'lgan, birsiz ziyon, birsiz foyda oxirida ikkisini qo'shsak 0. Ziyon yo'q, foyda yo'q bo'ldi. Shunga asar ketmaymiz. Aldırmay o'tirib, buni biz aldırmay buni o'ynaymiz endi buni.
Buni biz qandoq o'ynaymiz deganda, hozir bu masalan o'sgan bo'lsa, o'sib ching tez o'sganda, o'sib bir yerga borganda biz o'sganda jumi, o'sganda lang o'sganda lang paydo bo'ldi. Biz o'sib masalan hozir o'sib qarab o'tiribmiz bu yerda. Bunda kichik o'sganga qarimiz yo'q. Ching jiq o'sgan vaqtda langni o'sib paydo emasmi? Jiq o'sgan vaqtda biz buni shorting qilamiz. Aldan mana 10% ya tayaq o'tiradi, ulgurmay qolmaydi. Magar man o'sab ketsa, man gapning muhim yeri jumi. O'sab ketsa biz shorting qilamiz. Odatda normal odamlar qanday qildi desanglar, o'sganda bular lang qildi, chunki lang degimiz o'sib paydo bor. Va shorting degimiz tushib paydo bor. Biroq biz hozir mana o'ssa bizni lang qilmay, biz buni shorting qilamiz. Nima uchun deganda, bu Bitcoin bilanmi yoki paychik bilanmi bu qilma bu. Buningda 90% odam ziyon tortadi. Faqatla 10% odam foydalandi. Biz buni foydalanmasak, cho'qim 10%ni o'zi bo'lish kerak. Hargizmi 90%ni o'zi bo'lib qolsa bo'lmaydi. 90% odamning o'zi bo'lib qolsaqlar ziyon tortamiz. Biz cho'qim 90% odamni qarshi qilamiz. Ya'ni 90% odam o'ssa lang qiladi. Chunki lang demiz o'sib foydalangan narsa. Shuni o'sganda biz uni odam 90% odamni ashta qiladi, buni qarshi o'sganda biz shorting qilamiz. Tushundinglarmi? Short degimiz tushib paydo bor. Biz shorting tushgan vaqtda biz lang qilamiz uni. Hozir qarab boqaylik. Hozir bu o'sma tushmaymiz kichik qoladi bu. Hozir buni hech qanday ish qilmaydi buni odamda. Bu chunki hozir tuyuqsiz jiq qanday hozir hech kim yaqin kelmaydi. Men sizlarga tushundiraman deb hozir buni nima qildim? Amaliyotda hech kim yaqin kelmaydi hozir. Hech kim bilmaydi buni. Davomliq o'sam, davomliq tusham, qilmaydi. Shu hozir hech kim yaqin kelmay, hozir o'sma tushmaymiz ketib bordi. Hozir bu nihoyatda ost o'sadi. Buni jiq o'sbasa, tez o'sib tushbasa, ondan keyin bizga foydasi pak chiqdi. Hozir bir saqlab boqaylik. Biz ondan keyin buni saqlash jarayonida nima ish qilamiz deganda, men sizlarga mana bunday bir narsa tushuntiray. Bu yerda hozir entry price deymiz olgan bor. Masalan 19.578 dollardan epdiq. 19.578 hozir shu ma siziq shu men ya bu siziq shu olgan siziq shu. Ma 19.579 dal 19 dal o'xshash bor debdimda. Okay. Hozir endi ma esimda bo'lsin, olgan bor 19.579. Yana muhim yeri var mıydı? 19.480. Ma langniki, yeşilniki 19.480. Bu qanday narsa deganda, asli 19.480. Okay. Bu endi qanday narsa desanglar, bu 19.000 bu lang degimiz o'ssa foyda emasmi? Hozir bu 480 emas, bu tuvan hozir. 90 emas, bu hozir bor tuvan. Hozirgi bor deymiz 19.500 necha. Biroq bu 400 necha qolibdi. Bu nima uchun deganda, chunki bu liquidity price deymiz. Bu lang deymiz o'sib paydo bor, tushib ketsa ziyon bo'ldi. Agarda bu bakchiq tushib ketsa, ziyon emas, butun mashina bakchiq tushib, mashinadan o'tib ketdimi, butun mashina hammasi yo'q bo'ldi. Bu xatarlik mayraman, bu xatarlikmi? Masalan, shortning olsak, shortniki 19.670 necha. 19.670 deymiz. 700 bo'lsa, 700 650. Ana bu shu ko'nilma 650 ekan. 700 775 650 675. Mana nima yoki. O'sha atrofdami ko'nilma? Mana moshadin agarda tuyuqsiz usatlar bu moshadin o'tab ketdi, ma'pul shortning hammasi yo'q bo'ldi. Chunki yo'l short deymiz bu tushib foydalangan narsa. Usab ketsa ziyon bo'ladi. Satmasaqlar yana qaytib keldi, biroq agarda davomli usaverib 16775 miya o'tab ketganliglar bu biroqlar hammani yo'q avtomatik setib o'tadi. Bu torni o'zi sotmayman degan amal yo'q. Shundan butun pulni bo'ldi. Chunki bu pulning hammasi bizning emasda, chunki biz qazaldiqda hozir. Masalan, men 2000 dollar qazasam, men hozir ko'rilaman mana. Shu. Biroq buni biz qazalamiz ozroq buni, bizning emas. Buni hozir unisiga olgan 100 asad o'tgan bayam bitgan nima. Men bu amalda as so'zlar deyman, biroq
Yana ağzım içti ketib bardı. Hozir bu o'sab miyada tush o'sab ketsa, ziyon bor. Shunga no. Mana bajaq bir. Buni o'zim qo'shib qo'ydim. Tush o'sab ketib bizni yo'qotmasin. Buni $200 qo'shib qo'y. Hozir buni qo'shsaq, hozir 19.900 bo'ldi. 19.900 nima bo'ldi? 9.900 miya keldi. Bir yer çıplamaydı, çıplaması mümkün ise bir yer bulamaydı. Hazır müşahede düşken tursa bir yer çıplamaydı benim için. Hem de hatırcam bulduk. Ya buna üst bulamaydı. Bu mesela Türk üstlep bayağı 600 necin ütaplık gelse Türksüz bana mavi. Çatak çıkarttı. Hazır bu üst vatıdı. Öskende biz short kılımız mı? Hazır liquid price'ı düşünüp oldunlar. Ama üst boğaça ben birazını tap koyay. Mene bir mühim yer var. Ben liquid price'da mesela üst vatkanda terhalla anı eşlik etmesi için derhal manın yani besip. Dağınık benim aldan yapardı. Miyaga sizlar agar o'zingning sanga pulini qarab balda asan mashq qilsang buni sanga pul tutib turinglar man oldim mana bir pulini qarab masalan $10 $100 $200 qilsam masalan onlara qilsanglar birini besib man nolni zajmanni topam ilgirmaysizlar bir sekund ichida bo'lib ketadi u shundan agar $10 qilmoqchi bo'lsanglar darhol bir birini besiblar man konfirm qilsizlar agarda $100 qilmoqchi bo'lsanglar bir uchni besiblar konfirm qilsizlar $100 $111dan chiq farqi yo'q ashuna diqqat qilinglar bir xil qilib izlab topman deb birini besitib nol nada qoldi deb nolni birini izlab yurmanglar chatoq chiqadi yuguramaysizlar madiyani to'g'risida ko'rinama bir xil bundoq uchib ketsa chatoq chiqadi shunga hozir o'syotidi buni qanday qilmasdan salg'ab turmiz men 10% miya qilib turib bu o'sganda short qilmizmi esimda bo'lsin short men salg'ab men tutib turmiz men salg'ab turmiz mousim miya qo'yib shu o'sab tushdi bu endi uzoq hikoya asli bununcha o'sab mandaq bir shakllangan bo'lsa anani qilatdik biroq hozir bizniki vaqt yo'q masalaga hozir miyada vaqti jashib mana tushuntirib beray ha hozir men shortni qilatdim chunki buni hozir men keyin buni hozir ulgurmaydi buni saqlab o'tsak bo'ldi wow okey hozir men bir narsa bayqadinglarmi ko'rdinglarmi men ikki siq paydo bo'lib qoldi ani ko'rdinglarmi biz og'ama necha pulti bayam og'a 19.578 miti ko'rdinglarmi o'zgardi hozir og'a hozir 19.600 bo'lib qoldi nima uchun men bayan shortingdan yana bir shorting qildim men bayada shortingni miyada shorting qilgandim massizda shorting qilgandim men mayada bir shorting qilyaptim shorting qilgan ikki shortingniki olgan bahsi jami qo'shilib ikki bilmaydi bu chiqib average mimilni qilib yurib miya keldi magadama shorting bahsi miya keldi mana eng muhim keldi bola nima maqsadim hozir shu ikkisini farqini men cho'ng aytmoqchi asli men buni jiq buda qilsak bo'lmaydimi agar men amaliyotda ko'rsatmada buni jiq qilaveray buni jiq qilsak bo'lmaydi chatoq chiqadi Üsa bosib qo'ymay Üsa yeni Üsa bir ha okey yeni qancha Üsada yeni Üsamda yeni Üsamda bu ba'zida yolg'on qo'shib yolg'on yeni Üsa qilish mumkin Üsa saqlab turib eng yuqori nuqtaga kelganda buni bir shorting qilamiz ha yeni Üsa tutdi yeni Üsa ekan okey yeni Üsa bir okey go more perfect kırılma ama volume açık masır üstüde mağanım qarab qo'ymizmi esil men bir taqshidi bu bir taqashmaydigan o'xshaydi bu taqa nima bittadan sarab ketib bordi ha okey endi meni boshlab endi tushga o'xshaydi bu
endi ko'rdinglarmi ama ağasır mana ko'rdingmi aralıq farq cho'ng edi hozir kurslar bir o'yin kurslar hozir men demoqchi bo'ldim endi tushunasizlar ko'rdingmi ma birisi ziyon birisi foyda ziyoni qizil rangda ma foydasi yashil rang bo'ldi jumi qarab turinglar bir hozir bir ish bo'ldi ma maqsadim endi tushunasizlar hozir mushu bahs tushib siz mushu mening mushu doir kirgandikilar ikkalasi foyda ikkala yashil bo'ldi shortmi foyda longmi foyda o'sishim foyda tushishim foyda mishadi biroq aldirab qo'shilmaymizmi buni sotmaymiz biz maqsad boshqa qani biz tushmasmidi yani bunda bir tushib bo'lguncha biz solab o'tsak vaqt baqchaq ketadi man sizlarga hozir man yana bir narsa muhim yerda bir so'zlashtiray ha okey tushsin yaxshi tushsin qatonlar birsiz ham birisi foyda tushyotidi tushib hozir bir muhim ish yuz berdi hozir sizlar tushunamga yaran mana shu man ayrim uchurlab bir necha kun ichida tushunamga yaran shu qanday qilamiz buni deb qanday gaplab ketdi nol bo'lmamdi deb burunqidek bo'lsa nol bo'ldi hozir ham nol bo'lmaydi qarab turinglar rasballar mening bak tez so'zlaydigan mijozim bor mening yurtim oqsuoboddan oqsuoqlar bak tez so'zlaydi emasmi vaqt natijamiz deb shu man amalma osti so'zlay biroq osti o'zimga bilmaydi ekan yana tuyuqsizlar tez so'zlab yana tez ozib ketib qoldi ekan manga bilinmaydi ekan u agarda tushunmay qolsanglar manga yana ayrim uchur yo'llanglar okey bu mishdaq ba'zi aldab qo'yib usab qo'yib endi tushdi bu shunday bu tushib bo'lguncha biz solab o'tmay biz men yandaydi masalan asli bizning maqsad nima deganda bu ikkisini eshitgan maqsad hozir buni echib qo'ydik endi qilishimiz nima desanglar eng yuqori nuqta bilan eng tuvan nuqtani topamiz biz butun qilishimiz shu bizniki boshqa yo'q maliki nima deymiz maliki liquid price deganni tanishab qo'yamiz uni boshqa qilishimiz shu eng yuqori nuqta bilan eng tuvan nuqtani tepib ikkasi foydalash hozir shu yerda qaranglar man qarab turinglar hozir mushu siziqdan o'tganiga bir qiziqarli yuz berdi qiziqarli ish belki ba'zi maqsadni tushunib bo'ldi ko'rdinglarmi ziyon bo'lsa yashil birsiz ziyon birisi foyda manadan o'tdi nima bo'ldi bilamizlar siziqdan o'tdi nima ish bo'ldi bilamizlar ba'zi bola mencha tushunib bo'ldi qo'rqib ketib boramdi man siz yaqin kelib qochib ketib bordi ya Ondan keyin bayqayapmiz kelsak, eng bizning qilishimiz nima desanglar, eng yuqori nuqta bilan eng tuvan nuqtani tepish. Buni qanday topamiz deganda, ya'ni demakchi uni qanday ahvol ostida eng yuqori nuqta bo'ldi, qanday ahvol ostida eng tuvan nuqta bo'ldi deganda, menim asta oldirma so'zlaydi. Mundaq M shakli bo'lsa, M shakli bo'lsa, asosan shu yuqori nuqta asosan tushmay tuvan bo'lsa yuqori bo'lsin asosan burilish nuqtasiga masalan mana ko'rdinglarmi mana burilish nuqtasi m chiqadi m ko'rgan darholda ana endi qaragan bo'lsak bu yerda bir m bor ko'rdinglarmi mana bir m bir chiqib o'rlab mning ikkinchi mo'risi birinchi mo'risidan kichik bo'lsa tushadigan aniq ondan keyin yana qaraydigan bo'lsak bundoq amlar miyada bir m bor ko'rdinglarmi man qarab turaman bitakamisizmi tuyuqsizlar ondan keyin miyada bir m bor ko'rdinglarmi ma bir m bir tushib bir usab yana chunki mning bir m bor m chiqqandan eng yuqori nuqtasi ekan burilish nuqtasi ba'zi tuvan m bo'lib qolsa umum burilish nuqtasi mana yerda buni mni qanday topamiz m deymiz masalan m w bo'ldimi yo w tuvan nuqtada w yuqori nuqta m bo'lsa cho'qim burilish nuqtasi ekan biroq w bo'lgan bilan o'sabdi biroq asosiy hammasi tushadigan bo'lgandan keyin uni tanklamaydi yana baribir tushdi mana bu yerda mana w o'sib o'tadi hozir bu yerda
Bu yerda W shaklini topib turganlarmi? Endi isbotidir. Endi sal turib, bu yerda agar M shaklini qolsa shu degan gap. Mening maqsadim tushundinglarmi? Hozir ancha muncha yarim yil tushungandek qilsizlar. Endi hozir meni nima qilamiz? Agarda bundaq masalan bu yerda bir M bo'ldimi? Cho'ng yerni qarasanglar, bu yerda bunda cho'ng M bor masalan. Bu yerda bunda bir o'sib tushib bundaq bir cho'ng W bo'ldi. M deb bilasiz. Asosan bu yerda bir M bor degan cho'ng M mana. Ma M'ning sol numerasi, ma o'ng numerasi. O'ng numerasi ma kichik bo'lgan tushungan. Ma kichik qarasanglar, bu yerda kichik M. Cho'ngdimi, kichikdimi tushungan asosan aniq bo'lib qopti. Manimki M shaklini deb qoldi. Anadan keyin bu yerda bir M bor ekan. Bu yerda bir M shundan tushibdi. Anadan keyin qarasanglar, hozir bizni topadiganimiz shu M. Men bu yerdan bir M'ga o'xshash bir narsa bor. Masalan, bir odatda M'dan uchliq bo'lmaydi. Uchliq ham shunday bo'lsa, men M deb tushunsak bo'ldi. M yana biz bu yerdan bir M bor ekan. Bu tushdi degan gap. Shunga agarda bizning qilishimiz nima bo'lsa, agarda biz salab o'tiramiz. Salab o'tirib, shu tushamda o'sib, bir yerga bir M shaklida qoldi. Bu dal yuqori nuqtasi shu. Bu yuqori nuqtaga kelganda biz darhalla ma foydasi qaysi bo'ldi? Ma langning foydasi bo'ldimi? Darhalla langni setib, langning foydasini olamiz biz. Chunki onun yuqori o'smasligi mumkin. 100% bo'lmaydi hamda bu amni ko'rganmanlar shunaqa yo'q-ku. Ba'zi o'sab ketadigan bo'lishi mumkin. Hozir avval qaraganda asosan shu to'g'ri chiqyotdi. Ma bir am, cho'ngni men bir am, bu yerda bir am. Asosan amni uchrab qolsa, bu yerda bir asosan tushdi ekan. Biroq 100% emas, chunki hargiz 100% qilsamanlar. Bu dunyoda 100% narsa yo'q. Hozir biz o'ylab o'tiramiz. Amni shakllanib qoldi, darhol biz langni sotamiz. Chunki bundan ortiq usab bildiganiga biz hozir asosan majalab bo'ldik. O'smaydi bundan. Bo'lgandan keyin langni qayta jiq paysi yo'q. Chunki qolsa langni paysi jiq chiqmaydi, zam bo'lmaydi, jiq paysi chiqmaydi. Shunga biz langni sotamiz. Hozir amizlaymiz. Agarda am chiqmay, ba'zi ahvolda ko'zim bunda jini bo'lib qoldi. Bunda jinlab qolsa-ma, bu tushning bir shart ekan. Onu nima jinni izlab o'tirmaymiz yerda. Jin chiqib qolsa, onu sotamiz. Langni sotamiz, foydasiz sotamiz. Chunki uni qayta yana üstlamaydiganiga mo'char qilib bo'ldik. Mana mandaq jini bo'lsa taqqa, mandaq jini bo'lib qoldimi, bo'ldi. Ma jini ko'rdim, dahshat uzun jini ekan bu. Da bo'lib qoldi, tushib, yana tushib oxirida manda balo qizada terigan bir jini tushdi o'xshaydi. Shu mandaq jini uchrab qolsa, darhol sotadigan gap buni. Anda jini bo'lsin bo'ldi. Am chiqmay, unda jini chiqsa sotamiz. Ondan keyin yana bir xil ahvolda yana manda bo'ladi. Masalan, mana o'xshash. Mana bir şeyler turib bordi ya. Ondan keyin yana bir ahvol qanday desanglar. Vallahi bitib ketmesin, keyin tushundiray. Baqlab bitib ketib, ondan keyin chataq chiqmasin. Ansa qaroroq turaydi. Hozircha ikki ahvolni hozir nima qilib turaydi? Ikki ahvolni tanib turaydi. Hozir biz qildi ashimiz ashni saqlab o'tiramiz. Ashundaq bir qildak ammi yoki bayqadak ya nima jingni chiqib ko'rib qoldi. Biz ma langning foydasiz sotamiz. Setib foydasini yapamiz. Chunki bu qildak tushungan u chog'da anniki ma short baribir tushdi emasmi? Tushdigan bo'lgan keyin saqlab o'tiramiz. Bu anniki bu tushib, anniki keyin bu shortdan qachon foyda olamiz deganda. Masalan, mani ostida jini paydo bo'lib qoldi. Biroq undan jiq yo'q. Mana miyada jini paydo bo'lgandan keyin yana tushdi degan bu ko'rinadi, yana tushdi. Miyada bir jini, asosan jinni to'g'ri chiqdi o'xshaydi-mi? Miyada bir jini paydo bo'lib qotgan, bu tushdi. Asosan tushibdi. Biroq ostida jini paydo bo'lib qolsa, tushmay üstüme tushib ketgan o'xshaydi. O'xshab tushgan o'xshaydi. Biroq ba'zida ostida jini paydo bo'lib qolsa, üstida-mi? Mana ostida jini paydo bo'lib qotgan üstida. Biroq ustida jini paydo bo'lsa, tushdigini aniq, asosan aniqga. Biroq 100% emas-mi? Esingda bo'lsin. Ondan keyin, masalan, langni setib bo'lgandan keyin,
Ana qilashimiz nima bo'lsa, ana ostidan izlaymiz. Ostida jin emas, mandaq W deymiz. Yoki mandaq egizpasi mandaq shu ostida biz testing deyotgan inglizcha bular. Testing deymiz biz nima deymiz? Testing biz uyg'urcha deydik. Sinaq qilishma. Ya'ni qanday sinaq qilish deganda, masalan, bu yerdan bir tushib, massiqni o'tamaychi, o'tkaldan o'tamaydi ekan, bu yerda bir tamba o'xshaydi yoki bu yerda bir to'salg'i o'xshaydi. O'təmə yana bir ötüş beqib, onun yeni ösəb ketib, yana bir tam üst beqib, yeni ötəmə, yeni çıxıb qasab bunu bir testing deyətken bular, testing. Bizim bunu yaqını Uyğurca sınaq demək bizni tam üç dəmdik, tam ötkəldən ötəmə tam üstü degan bir iş var. Ya ötkəldən ötəmə dəmdik, ya tam üstü dəmdik çıxıb niməni üstüb düşənsək bolduğu. Məşədən üsəb düşüb düşənmə, üsəb düşənmə mındaq əhvallar cəzmləşdirib bolğandan keyin anaki biz uçaqda satımız, short satımız çünkü short onun short cıq düşsə payda var, biroq onun cıq düşməydi o'xshaydi. Şuna asosliq maqsad shu. Biz maqsad az shuni tepish. Buni tepish uchun ba'zida mandaq chiqmasa, anaki ba'zi bu yerda M chiqib qolsinmi, W chiqib qolsinmi, ostida mishtaq chiqib qolsa, buni sotsaq bo'ldi ekan. Buni birinchi qatim, ikki qatim uchrab qolsa, ba'zilarda ikki qatim uchrab qoldimi, jiq emas. Uçaqda satasak bo'laverdi. Ba'zi bir qatim uchrab qoldi ekan, bir qatim sal tasroq uni uzab ketsa, yana saqlash to'g'ri keldi, yana bir qadam saqlash to'g'ri keldi. Mana endi sen bu emdamliq buni nima deymiz? Mandaq bir ikkinchi tushmishi, ikkinchi tushgandan keyin oyog'i birinchi tushning oyog'idan egiz bo'lsa, uchoqda yana ushlagan gapga. Masalan, xuddi emning ikkinchi mörsi, birinchi mörsi tuvan bo'lgani, tuvan qarab manga o'xshash. Manıqı ikinci qat ösəb bir qatım tushgan vaqtda buniki tushishi ma'ni o'sab ketmasa, ya'ni tushman deb tushamasa, o'sha degan bu. Masalan, ma'ni o'xshash o'tganda dedim bu, o'sman deb tushman deb tushamasa, ma'niga ko'rinma, o'sman deb o'samay, yana tushib ketib, o'sam deb o'samasa, tushunig'ini shu maqdagi ma'ni o'xshash tushunadimi? Kichik amga o'xshash. Endi bu tushyapti. Düşüp azır bir düşüp bəsulti mayatın ösülti bu ötmeye ketib bardı. Ötmüş saxlayımız. Hazır bizde ziyan yok. Meyli qancha össün, meyli düşsün ziyan yok. Hazır faqat şu hazır bizniki mayada bir düşüp bəsə məsələ düşəndirən bir nəsə var, mühim nəsə. Andaki mayada bir sızıq var ekan. Bu sızıq nima desa VWAP. VWAP dediğimiz volume nima nima volume bilmem chiqib tushaymadim. Price. Şu hacmi bilan bahasini ikkisini birlashtiradigan chiqqan sızıq ekan. Ha, okey. Makudam yaqin keldi. Qo'rqat. Ko'rolma, ikkisi yashab qolganda, qo'rqib ketib sızıq ekan o'tib oldi. Buni AI o'ylachi bu AI dachat vahshiy gula bu. AI mesela bilib qolsa, gerçi bizning jiq bo'lmasimi, bu AI hozirgi vaqtda jiq odam o'ynamasa, menda ahmoqni bir uchrab qolsa, bu men bilan yetib qolg'ayri bor. Bayqadınlarma, şu ötkenlikler ama iki kez yaşlı oldu. Bayqadınlarma, bitap ketdi, bayqadamay qaldinglar. Yeni tushdi bu. Mening maqsadim dal shuti. Mushu darim bitap ketdi, iki kez yaşlı, iki kez payda degan gap. O'simi tushsin payda bor. Mushu dairaning ichida o'simi tushsin payda bor degan gap. Tushundinglarmi? Maqsad shu. Biroq bu yer sotmoqchi men, bu yer sotsanglar jiq payda olmaydi. Balki ziyon bo'lishi mumkin, chunki men yerda ishga bir ziyon bor kelmaydi. Buni qo'shganda İşini qo'shsak, hammasidan anadagi pay chiqsa hisob. Masalan, $80 desak, $83 desak, 83 qo'shib uchun emas, 3 ni yig'ib ebasak, yana payda bor ekan. Biroq shu asosda shunday bo'lsa-mi, bu bo'shlik payda. Ben ko'rlama, endi men ko'rlama, ikki kez payda bor. Chunki bizning doiradan o'tib kesib doiraga kirdimi? O'sim payda, tushsin payda, men ko'rlama. Asosda ikki kez az pasaq payda, ikki kez asosda payda hozir. Bunun ziyan yo'q, qat'iy hech yo'q. Ziyan agarda ma'ni hisoblasak, ziyan chiqmaydi, yeni ziyan chiqmaydi. Men tushunalama, eng hozir men o'yinim miya keldi. Bu tushyapti, yeni tushib miya keldi bu. Maqsad nima? Ya sotmaymiz bunga jiq payda yo'q, bunga ushaq paydalar qarimiz yo'q, bizning jiq cho'ng paydamoqchi. Qanaqa misollar biz doirani oshirmoqchi. Bu doirani biz qancha oshirsak, mushuning ichida mayli o'silmay tushsin pay shun jiq bo'ladi. Buni qana oshirmizganda bayaq esimda bormi? Men o'sgan vaqtda
men shorting qildim, maniki siziq yuqori o'rladi. Agar tushga vaqtda miya kelganda men nima qilaman? Shorting qilsam olmayman, shorting qilgan chatoq chiqadi. Lang qilsizlar. Normal odam tushganda shorting qildi, chunki tushganda short payda bor. Biz shorting qilmay lang qilamiz. Maqsad biz foydalanish emas, sizni tövanga tushirish. Hozir o'xshashlikdan yana. Miyada o'sab tushmishning ichida tushib bersa, midada bersa, ya ma 11 dollar payda, ma 60 dollar payda, yoki bo'lmasa ma 30 dollar payda, yo ma 50 dollar payda ikkisini chiqib foydasi bor. Endi tushundinglarmi? Ma butun videoniki muhim yeri desakmi bo'ladi, biroq muhim emas. Muhim yeri bayqa men degani. Yuqori nuqtadan tövan nuqtasini tepish. Biroq mavi odatda normal odam buni his qilolmaydi. Normal odam o'ylaydiki, cho'qim bir tushsa bir foyda bor, og'rish nol deb. Ko'rinaman nol emas mavi. Tushundinglarmi? Qat'iy nol emas mavi. Ikkisi hozir foyda hozir mendan. Endi tushundinglarmi? Bayqa bizni uchirlab menga tushungan bal am tushungansizlar. Tünögümün şu yoldan ama şu yoldan ama mesela birisi düşse birisi ölse ahırda çıksın nölümamdı koşsak paydalanacağını koşsak nölümam diyen nölümaydı gönül ama kes payda hazır. Bana hazır mühim ikinci mühim bir keldik. Bu saklayımız biz saklap qadaqlımız degende bunu biz mayadaki tushgan vaqtida biz buni bayaq degandek lang qilamiz yo'q lang qilmaymiz chataq chiqib. Tushgan lang qilamiz to'g'ri. Tushganda lang qilamiz. Odatdagi normal odamlar aksicha qilamiz. Bayatın o'sganda bir short qildikmi? Ha, short qildik. Endi tushganda lang qilamiz. Lang qilgandan keyin qanday bo'ldi bilamsizlar? Lang qilgandan keyin ma yashasizlik langni sizig'i tövanga tushdi. Endi tushundinglarmi? Maqsad ma lang sizig'ini tövanga tushirib, shortning sizig'ini yuqori qilib, ma doirasini kengaytib, mushu doiraning ichida qancha cho'ng bo'lsa, bizning foydalanishimiz shuncha bo'lganlarmi? Agar kerakli chang bo'lgan bo'lsa, hozir mush sizig'imizda ma bu foydasi 100 dollar, ma'ning foydasi 90 dollar bo'ldi. Mush doir qancha kengaysa, mush foydasi cho'ng bo'ldi. Hozirgi mujlik doirada ikkisining foydasi hozir 50 ma 40 bo'ldi. O'tirib yaqin kelib qoldi. Agar keng bo'lsa, hozir mushu o'rinning o'zida hozir MAO 100, MAO 90, yoki MAO 200, MAO 200 bo'lishi 190 bo'lishi mumkin. Andan keyin bu mana baloqchimi qo'ygan pulini baylar. Pul jiq bo'lsa, masalan, oz qo'ygan bo'lsalar, balki miyada balki MAO 10 dollar, 8 dollar, MAO 20 dollar, 10 dollar bo'lishi mumkin. Buniki mushu nimasi o'xshamaydi. Okey. Endi miyada birdan odalamdiq. Ham saqlab turdi. Endi bu bizning vaqtini men olmay. Men endi vaqti bu jarayonda men sizlarga o'sab tushib bo'lguncha men sizlarga bir narsani tushuntiray. Mana 19 ni agar 9 chiqib ketib qolsa, biz bayat tanshab bo'ldimi? 19480. Hozir 19600. 200 dollar tushib ketsa chataq chiqadimi? Nima? Hozirgi baho 19000. Yo'q ko'ramdim men 600 6000 to'g'ri 19632 bo'lgan bo'lsa, agarda bu 6000 19480 ya'ni 100 dollar tushib ketsa, chataq chiqadi. Menimcha 100 dollar chiqolmaydi. Masalan, mayadi necha tushganda u. Mau 19090 deyli. Mau 19060 ya. 990. Mau 19600 tushib ketdi 300 dollar. Men azar men chataq chiqmasa, men azar men tushirib o'tay. 980 nima? Yana bir buni 100 dollar qo'shib qo'yay. 300 net 19000 300 netçe hozir 19000 600 netçe 300 dollar chiqlamasa qancha ketsa mana bunda ham tushib ketmas bu yana bir oyda bir tushgan narsa u 1 minut bir tushmas qancha ketsa okey buni saqlaymiz bunamdi saqlab yana miyada kelib qolsa yana bir mana lang qilib masliq tuvang tushdi agarda rasmiy qilib tushib mandaq shaklli bo'lganda mandaq Meni çoğanda bunun misal şekilli boptu endi bular qatim tushib misal kelganda biz shortingni setvasak bo'ldik. Bu miyaga kelganda. Mani o'tib miyaga kelgan vaqt shorting satsak xudo xohlasa.
Endi mana tushundinglar shunami? Masalan tushundinglarmi? Bu yerda satish bu yerda emas, chunki bu yerda satsak foyda bo'lgani bilan mani qo'shib kelganda balkim jiq foyda chiqmaydi. Ko'rdinglarmi? Mana doim o'tab ketdi, andan keyin endi ziyon bor deydi. Qo'shib kelsangiz ziyon yo'q, chunki mana $70 ziyon, mana $9 foyda, $70 foyda, $10 ziyon, qo'shsak endi $60 degan. Mani qo'shib kelsakmi, yana mayda degan. Buni shunday qo'yamiz. Ana buni tushsim yaxshi, o'ssim yaxshi bizga hozir. Ansiraygan hech qanday ansirash yo'q. Endi o'sab kelsa darhol bu yerdan yana bir short qo'yamiz. Jiqroq tushib kelsa yana bir tan qo'yamiz, moddar ham kengaydi. Tushundinglarmi? Hozir maqsad shu, men saqlab o'taman men yana. Mana tushib, men nuqta kelsa. Yoki bo'lmasa bu M shakllanib, miya kelib qolsa, M shakllansa, u joqda berib sotaman. Foydasini sotaman. Foydasi miya kelgan $300 foyda chiqadi miya. Hozir shu hozirgi maqsad degandek eng yuqori nuqtani, eng to'g'ri nuqtani shuni deb atamiz. Bunu tepish uchun yoki M shakli bo'lishi kerak, yoki W shakli bo'lishi kerak, yoki bunda davomli harisima shakli bo'lishi kerak, yoki jingni paydo bo'lishi kerak, mana yuqori nuqtada. Andan keyin yana bir ahvol bordi, men uni u qanday ahvol desanglar, mandaq yoki mandaq ikki, mandaq bir mandaq bir ikki bir uzun bunday emas, uzun yeşil, uzun qizilning o'tirida bir mandaq bir bor. Bu deymiz 5 bundaq gavdasi bak kichik, ammo buni jig'nis kallasi dashat uzun miyaga boradi. Mana puti uzun miyaga boradi. Dashat beshi bilan kallasi shundoq, beshi bilan puti shundoq uzun, beli kichik bir xil g'ayri ahvol yuz berib qoldi. U joqda asosan tushdi ekan. U joqda undaq ahvolda bakcha quchurmaydi ekan. Bir uzun yeşil bilan uzun qizning o'tirisida bir kichik bedeni var, biroq beshi bilan puti dashat uzun. Ya'ni ikki jig'nis var. Bedeni kichik, jig'nis dashat uzun. Miyada bir jig'ni var, ostida bir jig'ni var. Manda bir jig'ni emas. Unda ahvolasida bak oz tushadi ekan, biroq u joqda bak tush nisbati bak yuqori ekan. Shu 3 xil ahvolda hozircha men 3 xil ahvolni bayqadim. Ikkinchi sizlarni jiq bu bak jiq bundan keyin nimalar bayqaygan narsalar. Ben 20-30 bag'ada ham ashuni o'rganib olsanglar, ashundan foydalanib sizlarga jiq bo'p deyapsizlar. Mana ko'rdinglarmi, qat'iy ziyon yo'q-ku. Qo'qishni o'sabga tushib kelsa qo'rqmaymiz, o'sabga tushib kelsa qo'shilamiz hozir. Men hozir bir eg'ir tushgan bo'lsa, eg'ir tushgan deb o'tirman-ku, eg'ir tushgan bo'lsa, men miyadan bir lanqayotgan bo'lsam, men siz miyaga tushadi. Bayan bir miyaga bir eg'ir o'smidi, azroq o'sdi, andan keyin men birini qilyapti, men ben siz miyada siz miyaga o'sdi, mana miya keldi. Shu maqsad shu hozir. Shunga masal gap. Andan keyin men gap uzarib ketdi, vaqtini olmay, men Misal to'xtay, ana bir deb qo'yadigan gaplar, eskartib qo'yadigan gaplar. Nima deganda, bizningki bu ahvolni biz, bu Bitcoinning bu ahvolni biz, bu faqatla bu long short faqat Bitcoin bilan tugmaydi-ku, bolalar. Bu kengaydi, buning keng doirasi bekkankan. Qandoq deganda, men bir materialni bayqab qoldim, bizni anglab qoldim, shuning bilan qilsam buni oilga ishlaydigan, oil deymiz uyg'urcha neft demdik. Neft ham ishlaydigan, neftimi biz bahasini kunda o'sab, kunda tushib turdi emasmi? Buningmi biz long short qilib, neftni o'ynaydi ekanmiz, neftni o'ynab bo'ldi ekan. Bitcoin bilan emas, ana boshqa ishlar bilan foyda olib bo'ldi ekan. Men buni jazmlashtirmadim. Ashundoq anglablar hisobni bir ichib qo'ydim, biroq hisobni ichib qo'ydim, ashundan shu neftnikini mustaq long short qilganini. Biroq buni o'taqi men sinaq qilmadim, jazmlashtirmadim, asaq anladim, boshqa ishlar bo'ldigan o'xshaydi. Ondan keyin buningda Amerika dollari, Turkiyaning lira deymiz, Rossiyaningki rubli deymiz, bumi bo'ladi ekan. Bu qandoq deganda, buningmi Turkiyaning rubli qadimisi lirasi, yana tushdi bu. Yana men bizning adar kelib qoldi. Yana paydo bosh keldi, paydo hozir. Bu tushib arz men tayaq qo'ydim, 10% tayaq qo'ydim. Tushgan mallar dirham mana basman. Masalan, lira deymiz, Amerika dollari alani bu mustaq long short qilib o'ynasak bo'ldi ekan. Bu qanday buni yaxshi deganda o'tganda Turkiya lirani bir tushib ketdi-ku, shu vaqtlarda bichara Uyg'ur bolalarning jiq bolalar meni ziyon bo'ldi. Dardni o'z bildi. Agarda mashina bilgan bo'lsanglar, bolalar mumkin emas, yo'q. Qancha tushib, o'sgan bo'lsa chiqib paydo bo'ldi. Qancha tuyg'usi o'sib tushgan bo'lsa, biz doirani kengaytirib o'tdik, shu doirani ichida chiqib paydo bo'ldi. Ikkalasi paydo bo'ldi.
Normalde bunu oynamaydı. Normal kalsın normalde bunu ımtıklamaydı. Qadağın Allah mening dilimga soldi o'g'ay buni. Uyg'urlar yordam qilib mening dilimga soldi o'g'ay. Bunda o'ylayman. Ashu lirani agar utirayotgan bolalar shuni bilgan bo'lsa, qancha o'sib, qancha tushgan bo'lsa, qo'rqib ketmay, aksincha xushal bo'ldi. Foyda bo'ldi. Endi o'ynaymiz buni. Endi lirani biz rasmiy lirada o'ynaymiz. Qo'rqmay o'ynaymiz endi o'ynasak. Chunki bu usul bilan. Men buni atiga nima qo'ydim? Hisobini ichib qo'ydim. Texi buni sinab qilmadim. Sinab qilganda agar okey. Ma am shaklini bo'pti. Aslında tushayotganda qilam nima? Mana bunda aslında shunday qilib turjim bolalar. Bunday bo'lsa biz mana bu shortingni longni setib etib, agar keyin hisob qilgan vaqtlarda shortni olib qo'ysa bularga o'xshaydi. Hozir endi bu yerda 2 byte bor-ku baribir. Endi bo'lsa. Mana bundaq bir am shaklni bo'pti. Hozir yana tushlarni qilib turdi. Unda bo'lganda biz mana bu longni setib etamdik. Bir hisob bo'ldi ariqda. Qilib saqlab qo'yaylik bo'lmasa bir gaplar. Şuna ben onunca mesela gapni hikoyani so'zlab beray. Shunga bundan Bitcoin ishi bununla tugamaydigan ma'ni ahvolchi. Buni yaxshi o'rganinglar. Kelgusida boshqa ishni qilib kelamiz. Ondan keyin buning bilan metallni longshot qildi ekan. Masalan, temir, po'lat degan hozir xalqaro ashtaq buning bahsi bor. Ashuni ham o'ynalib bo'ldi ekan, jumi. Ondan keyin purchoq bilan qo'noq uni o'ynalib bo'ldi ekan. Buning kelgusida buning ishlab ekan bolalar. Buni yaxshi o'rganib mashq qilib bolalar keyin jiq pul topayli. Jiq pul topsanglar bolalar Uyg'urlarga yordam qilishni unutib qolmangchimi? Uyg'urlar uyutinglar bizni. Hargiz o'zing saqlamay uyutinglar. Ondan keyin yana bir deydigan nima deganda, men mana o'sab bo'g'icha men o'sab beray. Men setib beraychi. Langning qanchalik o'sidi. Mana bundaq bir bu yerda bir bundaq shaklni bo'pti. Buni setib etib, ya o'sh qilaman saqlab qo'yaylik qani bir. Asosan shaklni bo'pti, biroq endi bir maslahatim bor, yekashlar bo'yicha qana bo'ldi, rost degandek faraz to'g'ri chiqamdi, vaqtdan qarab qo'yaylik. O'sab ketsa ham yaxshi. Baribir biz ham foyda o'xshash bo'lgan ekan. Foyda bo'lgan ekan. Yana bir qilgan narsa nima deganda, sizlar bilan bolalar, biz maqsadda buni shu pul tepish deb qilyapmiz. Pul tepish uchun o'tgan biz deyishgandek cho'qim ko'paytirish kerak. O'tganda bizni boshqurdim bola chaplab qo'yibdi. Pul tepish uchun ko'paytirish kerak deb shunday yaxshi maqola chaplab qo'yibdi. Shu intayin to'g'ri gap shu, yaxshi maqola shu. Shu bir bosib ikkovimiz qayta o'qisanglar. Ya'ni pul tepish uchun cho'qim ko'paytirish kerak ekan. Ya'ni masalan o'tganda biz deyishdik-ku, oshxona ochsaq, oshxona ochganlar o'tganda ko'paytiribchi. 15 ko'paytirsa uni foyda bor degan gap. Ben xizmatning shunda xizmatning bir chatag'ira o'tgan deyishgandek bu qancha o'tgan 3 dan ortiq xizmatni ko'paytirmaymiz-ku. Bir odam 3 dan ortiq xizmat qilsa chidayolmaydi. Uning uchun 24 soat emas, 24 soat ichida 20 soat ishlab 4 soat uxlash kerak. Uni hech kim qilolmaydi. Shunday ekan. Biroq mani yaxshi bo'lsanglar, mani qanchalik ko'paysangiz bo'lar ekan. Masalan, buni $1000'larni 10 ming dollar qilib, 10 ming dollarni 100 ming dollar, 100 ming dollarni 1 million, 1 million, 10 million, 10 million, 100 million qilsanglar, qanchalik ko'paysanglar bu cheki yo'q degan gap. Mana bildinglarmi? Buni masalan oshxona ko'paytmada bu 100 ming oshxona qilolmaysizlar, mumkin emas. Siz McDonald'ni biz Uyg'urlar McDonald'ni qilolmaymiz. Undaq ko'paytmada deb ko'paytirib bo'lmaydi. Mani qanchalik ko'paysak cheki yo'q. Bu bo'lmay qolsa, ko'rinma neftning bor ekan yoki biz liraniki lira yo'qolib ketmasa, lirani qilamiz yoki bo'lmasa purchoqniki qo'noqni qilamiz yoki neftni qilamiz, neft yo'qolib ketdi. Buni doirasi bek ko'pkan bolalar. Men buni setib beraymi? Bu asosan shaklda bo'lganda qildim men. Yani şekil basattan buldu bırakın mesleğine bir zahprem maqsad sizga bu ko'rsatishku. Men gap tugib bo'lgancha setib gap tugandan so'ng esasaman. Ko'payishnichi. Anadan keyin shunga mani demoqchi, men ko'payib bo'ldi. Anadan keyin men yana bir yaxshi Bitcoin'ni bir yaxshi nima desanglar. Anasi bolalar men pul tepishni o'rganib olgandan keyin bolalar Uyg'urlarga yordam qilinglar. Masalan, ba'zi boy bolalar va ansiraytinglar, ba'zi pul bolalar Uyg'urlar yordam qilsa, burun ansiraytinglar. Chunki burun Uyg'urlar yordam qilganda cho'ng boylarni bilib qolsa, Xitoylar hukumat uni Uyg'urlarning korxona pulini to'ngitib o'tadi.
Bana qıpla ya bir kishi bir qiz olani akiltib yaqin akab qo'ydi, akildi qiz akilgandan keyin bilasizlar ku o'g'a olgandan keyin mushuk yemaydigan, bez yemaydigan mushuk yo'q degandek o'xshash. Baqadak biz chaqchaq salgandan keyinlar shunlarni buni qiz az qilgan bo'ldi, shundan qilib biroqlardan keyin turmush olib o'tdi. Ya bo'lmasa bosh tilini o'qib deblar. Onu bunda жүріп başlarında bu adamın turmuş tutudu ya komisa başlarında ekmeğini kılıp bir sabah ton tutudu. Şuna burun Uygur balla Uygur bayla Uygur'a yardım kılamaydı. Çünkü hükümet birden bir keçincinden yok tutudu. O adamın pulunu yok tutudu, ton tutudu. Alamaydan tutudu pulunu. Ani biroq mao Bitcoin'ning o'xshamaydi. Masalan, Bitcoin keyincha 5-10 yildan keyin balam usullar bilan boshqa usullarni o'rganib beyib kelsanglar, 10 million, 100 million kelsanglar, sizlarni Bitcoinni hech kim, hech qanday millat, hech qanday hukumat, hech qanday davlat buni g'ing qilmaydi, tegamaydi buniga. Ular qo'ldan kelmaydi. Bitcoin ya bir davlatga, ya shaxsga, yoki hukumatga, ya millatga tabiiy narsa emas bu. Bani ko'rdilar bolalar. Bu pulni jiq tepib, bolalar Uyg'urlarga yordam qilinglar. Jiq lozim bo'ldi bizga. Kelgusida. Burun bo'lmaydi. Balkim Alloh bizga biz quldir uchun Bitcoinni yer shariga tushirgan bo'lishi mumkin. Endi Bitcoinni hech qanday davlat, hech qanday millat, hech qanday hukumat buni yo'qotmaydi. Sizning masalan sizlar Uyg'ur yordam qilgan bo'lsanglar, Uyg'ur boyib ketib yordam qilgan bo'lsanglar, sizning pulni to'xtamaydi. To'ngtish bularning qo'ldan kelmaydi. To'ngtiman desimi qo'ldan kelmaydi. Bundan to'ngtish bularning qo'ldan kelmaydi. Bular tabiiy narsa emas bu. Mana tushundinglarmi? Şuna bana pulunjaq tepip, vatan üçün, millet üçün, xalqımız üçün azaq bir töhfə qoşaylı. Töhfəni əmni qoşsaq buldu, qoşsaq vaxt gəldi. Çünki əmdi heç nima qılamaydı.Ğın qılamaydı. Ağzını içib ayyo deb qarab başqa amal yo'q. Əmdi Uyğur munafiqlar aşağıdab bizni qaslab uni qilib qilmaslar. Biroq pulinglarni g'ing hech qanday tegamaydi. Mümkün emas tegamaydi. Quldan kelmaydi chatoq herib. Agar bular quldan kelsa tegamaydi yo'q, hozir tegadi. Biroq agar cho'ng bilan Uyg'urni payda yordam qilgan bir boy nima amshaklanib bo'ldi. Nima amshaklanib bo'ldi. Shuni ini bo'lgan gap. Mana sotayimdi. Bu tasqatı mas qildim, lansat qildi. Men hozir bu qayta o'smaydi. Undaq bo'lgandan keyin lansat eman. Short qilib qoldi, chunki short davomli tushdi emasmi? Okay. Ben lansat payını yağıştırayım ha. Azaq tushib ketdi bu. Endi hisob qilamdi ya. Masli gap qilman tushirman deb azaq tushib ketdi. Ben 60 dollardi, hozir adingni tushib qoldi. Hozir payda bor. Mana nisbatan. Gap qilman deb meni endi tushib meni hisob baqsin. Azaq o'spasin. Ashta gap. Turna bu M shaklini qilamdi, double shaklini bu. Yana azaq o'ssin. Agar buni qat'iy bilmay qolsam qanaqa qilsa deganda mana qaraymiz. Bu 15 minutga. 15 minut qarasaqmi? 15 minut qarasak bu o'sib ketibdi. 15 minut qarasak o'sib ketibdi. Mana 30 minut qarasaqchi. 30 minut qarasak o'sib ketibdi. 1 soat qarasak bu endi o'sib ketibdi. 1 soat qarasak. Undan saqlab qo'yayli. 4 soat qarasak o'sib ketibdi. Bu yashildan bakkan. Bir kun qarasak har bir endi qo'shiqni. O'sibdi. Okay, perfect. 70'lar bu ketgan o'sibdi. Hozir bu o'sib endi tushibdi. 70 dollar. Bu qaraganda jiraqdan qaraganda o'saga o'xshaydi. Aga unda turasimiz, o'saversin davos bo'ldi. Qaramiz hisoblayman. Bunday gap. Bashundaq bu chataxira biz eng hozir chataxira bu yerda anchimizcha. Hozir bu yerda chunki hozir bu bugan tunji tushib mana bo'lgandan keyin sal aqamadi degan. Agarda masalan bir ash gapdan keyin bu nihoyat osonlar bilib bo'ldi buncha. Mana hozir bu yerda emida shaklanmayapti. Masalan mana 30 minut, 15 minut qarasanglar, 1 soat qarasanglar
Manda yerlerde mana eniqli bağını tushdigan mana ko'rinib bilgan ko'rinma bayan bir soat burun qarasanlar bu mana eniqlab tushdigan ko'rinma mana tushib mana tushib endi tushmanda mana tushib eniqli bilindi biz bayat mishadi tuqu mana bu yerda bak bir gaplaştım burun eg'i tushib ketdi bir soat 2 soat burun mish atrofda buni qarab tushdigan bildida mana biz hozir bu yerda mana tüydi bo'lgandan keyin bu hozir eniq demayapmiz andan keyin masalan bir soatlik bir kun qarasanlarmi bir kun qarasa ko'rinma tushdigan eniqda mana bayam man so'zlashdan burun bir sakkiz soat burun egri tushib ketdi mana buni tushib usab og'rib kelib og'rib egri tushib yana bir egri tushdi buni qarab buni bilgildim qoran tushdi buni tushdigan aniq mana agar aniq tushamay qolsanglar cho'naq doira qilsanglar tushdigan aniq hozir endi qaytib kelsak mani qarasak ustidan qilib turdi agar qat'iy angramay qolsanglar cho'naq doirani qarasanlar aniq bilgildi undan ustidagi davomida biz salab turib jiq tushlanmaydi ekan keyincha mani agarda tushib berib payda chiqib qolsa man setib o'tayli bo'ldi o'sig'ini qolsin hozir pat yaqinda chatag'ir hozir mushtaq buning ta'siri borchu man yaqin kelgan agarda keyincha o'tir yo'lda bo'lib qolsa uni bak osonda hozir mayada sal anqiramayapmiz mana bu hozir ani qarasa ustidan qilib turdi maya amshakni tushdan qilib turdi mana odamni rasmiy qarg'un taryan qisdi bu qarg'un taryan qisdi degandek tuyi kelganda chatoqchi bu tuydan bir barash gapdan keyin oson deb bir ish gapdan bunday bildi emasmi bunday yo'l oson mana bu ko'rdim mana yo'l asosan mana yo'li asosan bilinib bo'ldi buniki qanday bo'lganligi cho'ng'aysaqlar doirasi kengaytsaklar yana bir qarasak mana degan nechinchi sakkizinchi yigirma oltinchi kun ekan yigirma oltinchi kun sakkizinchi yigirma oltisi sakkizinchi yigirma olti ikki qatim chiqdi o'qidim bir yigirma oltisi wow dehshat mani undoq chukdagandek emas hozir avval qaraganda yo'q shundami yo mau deganimiz bir tushib o'sgan deganimiz mau yigirma yettisi ekan ama 15 minut emas 15 minut bo'lgan ekan unda ikki qatim tushib bo'libdi bu yerda bir tushib yo endi shunaqa qilib nima chunki bu yerda bir tushib bu yana ozroq avval qarasanglar ozroq usab qo'yibdilar bu tushib ketdi meni qaraylar mani qaraylar mani bu sal ekspasda qilib turdi hozir tuyi bo'lgan chatag'ir ang tuyida chatoqchi buni nima qilmoq nerede bu bayam nerede ama ya mana maya bir chung egirchikaya mau egirchikaya mau miyaga bir qaraydi bir minutdan qaraydi tushib bo'lganda qanday bo'lgan tushib bo'lgandan keyin bu bir usab m shakllanma m shaklini mana bu tik tushganini topsa bo'ldi ma tik tushmabdi bu tik tushib keryapti ma tik tushibdi buni qarasak bu bir tushib bir usab yana bir tushib bundan bir m shaklini mandaq bir shaklini qilibdi davoni tushibdi bu ma'noga kelsak bu bir tik tushib bir usab bu yerda bunday bo'lganda bu yerda chiqarib qarasak bu bir tushib bir usab yana tushib yana usab bu m shaklini bo'libdi m satsa bo'la o'xshaydi buni o'smay o'xshaydi bu okey setib o'tay buni bu chatoq chadamni usab ketdi mana dal chatoq shu mana chatoq yeri shu usab ketsa payda bor biroq shortiniki mana shortin chatoq yeri mana shortinning zini bo'ldi u chog'da mana chunki bu paydani oladigan nimasi yo'q nuqtani ba'zi bir tas kelib qoldi hozir manga mana nuqta tas keldi hozir manga buni jazmlashtirolmaydi okey bo'ldi sotdim bo'ldi dattikom
okey. O, shorting qoldi. Short setida bo'ldi, hozir nima emas. Bo'ldi. Gapni masala tushundinglarmi? Bizga hozir ta'siri bor. Shorting hozir foyda bor. Bu setivada qanday kuchib ketib qolsa chatatanglar. Nima? Baydan lan sattımı ben xata sattımı? Allah, men asli shortini satib tushni mo'ljallagan vaqtda biz lanni setib etib shortni ep qildik. Short foyda bor edi. Ha bo'pti. Chunki bilmay qoldik emasmi? Ikkisi foyda bor ikkisi. Buni tushundinglarmi? Shu ashunday gap. Mashuna gap. Agarda bu short sotmagan bo'lsak, hozir tushib gap men miya kelgan sotgan bo'lsak, shortning jigrab foyda bor edi. Biroq nima? Ya lan setib etib shortning ep qolgan bo'lsak bo'ldi. Hozir men tushdan asal faraz qildik ham bayan. Shu satdimmi? Lanni setib etdim. Shortning qolgan edi. Shortingma hozir foyda bor, biroq endi buni satib bo'ldi. Biz gap uzarib ketib ben buni biz uni sarf o'tsak bo'ldi, shortingni miya tushib bo'lsa, sarf o'tsak bo'ldi. Onun hozir uzarib ketdim videomi. Shunday gap. Darsga tushyotdi mana hozir amning to'g'ri chiqib qolishini bilan, to'g'ri chiqdi am. Ko'rdingmi, tushyotdi. Bo'ldi. Endi boshqa gapmi yo'q. Ani mani qilib yordam qilinglar. Anikin yana qanday gaplar men bir gapni esimni unutib qolgandek qilaman. Mau Ondan keyin bolalar aksariyatidek savol bo'lsa, ansirmay so'rasanglar bo'ldimi? Mendan shu ayrim sort nimada nima bizning guruhda savol so'rasanglar bo'ldi. Ya'ni mening bir ahmoq bir mijozim bor. Meni qancha jiq so'rasa, men boshqalar mendan qancha jiq savol so'rasa, men shuncha qo'sh bo'laman. Men ashta ahmoq tug'ilib qolgan o'xshayman. Ashta ahmoq mijozim bor. Qancha jiq savol so'rasanglar, men shuncha qo'sh bo'laman. Shunga qo'shma savol so'raveringlar. Bulamda? Ma'qulamsa, xo'sh, Allohga omonat. Bari birden düşüp isemiz kulamaydım diyor. Sen şudan da kıtırdı birden yalgan üsep kıyıp yine bir düşüp mağı. İşte gap. Ziyan yok hazır bep ködünler. Buldum aklamsa hoş Allah'a emanet.